Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bo'lajak obunachilar. Doktor Neyroxirurg kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bundanda yaxshiroq yangiliklarni o'tkazib yubormang. Bugun sizlar bilan eng dolzarb mavzu bo'lgan dunyoning jamiki bir 75-80% erkaklarda uchraydigan, ya'ni erta bo'shanib qo'yish yoki jinsiy zaiflik haqida qisqacha short video qilib tayyorlaganman. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. O'zi bu nima? Tez bo'shanib qo'yish yoki polvoy akt paytida jinsiy davomiylik 90% erkaklarda 1 daqiqadan 5 daqiqagacha bo'ladi. Xo'p, agar 5 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, bu normal hisoblanadi. Ya'ni 3-5 daqiqa bu normal hisoblanadi. Agar lekin 1 daqiqadan yetmasdan yoki 1 daqiqaga borib, ya'ni sizda o'sha sperma chiqib ketadigan bo'lsa, bu o'sha patologiya hisoblanadi. Ya'ni nimalarga bog'liq? Bu narsa ko'pincha yoshga doir bo'ladi. Ya'ni 50 yoshdan yuqorgi insonlarda ko'proq bo'lishi mumkin. Bu narsa psixologiyaga bog'liq bo'ladi. 18 yoshdan 35-45 yoshgacha bo'lgan erkaklarda ko'proq uchraydi va bu narsa masturbatsiya ko'p qilinishiga bog'liq bo'ladi va o'latni o'ziga bog'liq bo'ladi. Ya'ni o'lat boshchasi, ya'ni golovka deymiz, golovkani kaltaligiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni sunnat qilinayotgan paytda boshchasini kaltaroq qilib qo'yishning natijasida bosh tana qismini sezuvchanligi ortib ketadi. Shuni hisobiga polvoy akt paytida ishqalanish hisobiga sizda sperma tez chiqib ketadi. Ya'ni endi buni kim davolaydi? Buni davolaydigan seksopatolog, androlog, urolog davolaydi va ko'p holatlarda dapaksitin 30 milligramlik tabletka turi bor, ya'ni bir kunda bir mahal qabul qilinadi. Polvoy aktdan 1-3 soat oldin. 1-3 soat oldin qabul qilinadi bu tabletka. 6 ta bo'ladi ichida, ya'ni 6 dona. Aynan mana shu tabletkani ichsangiz, polvoy aktingiz 15 daqiqa, 20 daqiqagacha cho'ziladi. Bu eng realni isbotlangan narsa. Agar o'lat boshchasi sezuvchanligi yuqori bo'lsa, men tabletka ichmayman, siz lidokain spreydan foydalanishingiz mumkin. Albatta bu narsalarning hammasini tegishli vrach bilan maslahatlashgan holatda. Hammaga kuninglar xayrli o'tsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bundan da foydaliroq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib turaman. Sizlar bilan doktor Neyroxirurg.